ijtimoiy tarmoqlarda bir bloger qiz o'zini uyini yonib ketganini aytib, aholidan pul yig'ib olgan va o'ziga shaxsiy avtomobil sotib olgani haqida e'lon qildi videoni va bugun izohlarda ham jamoatchilik Ichki ishlar vazirligiga jinoiy ish ochish haqida murojaat qilyapti. Bu jinoiy ish ochishga aholining murojaati asos bo'la oladimi? Bu ayol chaqirtirilgan ichki ishlar organlariga bilan suhbat o'tkazilgan. Aynan o'zini podpischikini oshirish maqsadida ijtimoiy tarmoqda moddiy bir ma'lum manfaatga ega bo'lish maqsadida bu ishni amalga oshirganligini aytgan. Lekin hozirgi kunda bizda u ayolni harakatlari ustidan murojaat kelib tushmagan hozirgi vaqtga qadar. Agarda murojaat kelib tushadigan bo'lsa, uni harakatdan norozi bo'lib fuqarolar o'zini demak qandaydir moddiy manfaatlari buzilganligi haqida murojaat kelib tushsa, biz albatta bu bo'yicha ko'rib chorasini ko'ramiz. Lekin aynan hozirgi vaqtga qadar u bilan faqatgina tushuntirish ishlari olib borilib va demak bunday tadbirlar jamoatchilikni sun'iy shov-shuviga sabab bo'lishi va keskin salbiy munosabatiga sabab bo'lish haqida tushuntirishlar olib borilgan.